Dollari borlar uchun xush xabar. Assalomu alaykum. Xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz like bosib kanalimizga obuna bo'ling. O'zbekistonda dollar kursi oshdi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10-martda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollar 15.72 so'mga ko'tarilib 12.191.25 so'm bo'ldi. Yevro 40.25 so'mga tushib 14.111.37 so'm bo'ldi. Rubl 0.88 so'mga pastlab 154.20 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket 2 kun pastlab 12.175.53 so'mni tashkil etgan edi. O'zbekistonda 2025-yilda dollar kursi 6.9% ga pasaygan. Markaziy bank raisi o'rinbosari Nodirbek Ochilov bu aholi tomonidan yaxshi kutib olinganini, so'm qadrini oshirish asosiy vazifalardan ekanini aytgandi. Xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.